Qadrdon tikuvchilarim, yaqinroq keling. Bugun yana iltimoslarga binoan aynan mana shu fasonni modellashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun shablon andozadan foydalanamiz. Shablonni qog'ozga tushirib olganimizdan keyin orqa bo'yin o'yindisini o'lchab, old bo'yin o'yindisidan shuncha santimetr yuqoriga chiqamiz va 3 santimetr o'ngga chiqib, old ochiqligi balandligini belgilab, yassi chiziq bilan chizib olamiz. Etak ulanish joyini belgilab, uni modellab qirqib olamiz. Andozamizni yuqori qismini ham yaxlit holatda kesib olamiz. Etak qismini vitichka haqqini bir-biriga yedirgan holatda modellab yopishtirib olamiz. Bu fasonda etak qismi ozgina kengroq bo'lganligi sababli etakni ham xuddi shunday ozgina ochiqlikda modellab chiqamiz. Agar siz asos andoza modellash sirlarini chuqur o'rganishni, har qanday fasonni bemalol modellay oladigan darajaga kelishni xohlasangiz, asos andoza va modellashtirish kursida o'qib chiqing. Bu kurs sizga juda foydali bo'lishiga ishonaman. Ko'krak vitichkasini yopib olamiz va fasonni shu detalda modellaymiz. Yeng proymasidan tushib va uni yoqaga yassi chiziq bilan tutashtiramiz hamda bel osilib qolmasligi uchun 1-2 sm olib tashlaymiz. Aynan shu detalning belga tutashadigan qismidan yuqoriga qarab model chiziqlarini tortamiz va har birini alohida qilib qirqib chiqamiz. Qirqish jarayonida yuqoriga 1 mm yetmasdan qirqib, har birini orasini kerakli miqdorda juda katta bo'lmagan va juda kichkina bo'lmagan, ya'ni 1-2 sm oralig'ida yopishtirib ochib chiqamiz. Asos andoza kursimda ham shu kabi ilmlarni beraman. Bilamanki, bu bilimlar, ilmlar sizga tezlik, sifat va ishonch beradi. Aynan shu modellab ochib chiqish jarayoni bizga skladka, sborka uchun kerakli bo'lgan hajmni beradi. Modellangan bo'lagimizni atroflarini silliqlab chiqamiz. Hamma tarafidan ko'rib, chok haqqalarini berib bichamiz. Kengaytirgan joyimizdan sborkaga yig'ib, etakka ulab tikamiz.